Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Anlavatqınınla hadisler toplumu. Vitir ve çaşkanamız. 2167. hadis. Ali radhiyallahu anhu mundaq deydi. Vitir namazı 5 vaqt namazdek farz qılınğan namaz emas, lekin u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah taqdir, taqni yaxshi görüdü. Qur'an ehli vitir, yani taq namaz oqunlar degan ta'limoti bilan sunnat qılınğan namazdır. Tirmizi 453. hadis. Albani sahih degan. 2168. hadis. İbn Muhayriz mundaq deydi. Kanana qabilasilik Mahdaji deb atalgan bir kishi Sham zaminidagi Abu Muhammad deb atalgan bir kishining vitr namozi vojib deganligini anglab, Ubada ibn Samit radhiyallohu anhuning yoniga kelib, uning so'zini yetkazdi. Ubada radhiyallohu anhu: Abu Muhammad xatolashibdi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh bandalariga 5 vaqt namozni farz qildi. Kimki bu namozlarning haq huquqini to'liq berib joyida ado qilsa, Allohning uni jannatga kirgizish va'dasi bor. Bu namozlarni joyida ado qilmagan kishini Alloh jannatga kirgizishga va'da qilmadi. Unda kishi Alloh xolis azoblaydi, xolisa gunohini mag'firat qilib jannatga kirgizdi deganligini anglagan dedi. Abu Davud 1420 hadis. Albani sahih degan. 2169 hadis. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma kundilik namozlarning oxirini vitr namozi bilan oxirlashtiringlar. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qilishga buyurgan degan. Buxoriy 472 hadis. 2170 hadis. Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Vitr har bir musulmonning o'qishiga tegishli namozdir. Vitrni 5 rakat o'qishni xohlagan kishi 5 rakat, 3 rakat o'qishni xohlagan kishi 3 rakat, 1 rakat o'qishni xohlagan kishi 1 rakat o'qsin. Abu Davud 1422 hadis. Albani sahih degan. 2171 hadis. Abu Ayyub radhiyallohu anhu vitrni 7 rakat o'qishni xohlaganlar 7 rakat, 5 rakat o'qishni xohlaganlar 5 rakat, 3 rakat o'qishni xohlaganlar 3 rakat, 1 rakat o'qishni xohlaganlar 1 rakat, ishora bilan o'qishni xohlaganlar ishora bilan o'qisin dedi. Nasoiy 1713 hadis. Albani sanadi sahih va ma'qul degan. 2172 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Ummu Salama radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozini orasini salom bilan ayirib o'tmasdan ulab 7 rakat yoki 5 rakat o'qiydi. Nasoiy 1715 hadis. Albani sahih degan. 2173 hadis. Abdullah ibn Abu Qays mundaq deydi. Men Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozini qancha rakat o'qiydi deb so'rasam, Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 rakat va 3 rakat qilib o'qiydi. 6 rakat va 3 rakat qilib o'qiydi. 8 rakat va 3 rakat qilib o'qiydi. 10 rakat va 3 rakat qilib o'qiydi. U vitrni 7 rakatdan oz, 13 rakatdan ko'p o'qimaydi deb javob berdi. Abu Davud 1362 hadis. Albani sahih degan. 2174 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozini 13 rakat o'qiydi. Yashinib dinozilib qolganda 7 rakat o'qigan. Tirmizi 457 hadis. Albani sanadi sahih degan. 2175 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozini oraliqini ya salom yoki so'z bilan ayirib o'tmasdan ulabda 7 rakat yoki 5 rakat o'qiydi. Ibn Majah 1192 hadis. 2176 hadis. Abu Mijlaz mundaq deydi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan vitr namozi to'g'riliq so'ragan edim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vitr namozi kechining oxirgi rakatdir deganligini anglagan deb javob berdi. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan so'rasam, u men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vitr namozi kechining oxirgi rakatdir deganligini anglagan deb javob berdi. Muslim 753 hadis. 2177 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kechida o'qiladigan namoz 2 rakatdan o'qiladi. Kecha namozini oxirlashtirmoqchi bo'lsang, o'qigan namozlaringning oxiri vitr bo'lish uchun 1 rakat namoz o'qi. Buxoriy 993 hadis. 2179 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozini o'qiganda Sebbih ismi rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huvallohu ahad,
qatorliq surlarni har rakatda o'qiydi. Tirmiziy 462 hadis. Albani sahih degan. 2180 hadis. Tirmiziy va Abu Davudning yana bir rivoyatida Oysha radhiyallohu anhadan yuqorqi o'xshash hadis rivoyat qilingan bo'lib, uningda 3-rakatda sura Ixlos, sura Falaq va sura Nasni o'qiydi deb bayon qilingan. Tirmiziy 463 hadis. Albani sahih degan. 2181 hadis. Tirmiziy va Abu Davudning yana bir rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan yuqorqi bilan o'xshash hadis rivoyat qilingan bo'lib, oxirida rukudan ilgari duo qilib o'qiydi. Namozni tutganda 3 qatim Subhanal Malikul Quddus deydi va 3-qatimda ovozini ko'tarib so'zib aytadi deyilgan. Nasai 1699 hadis. Albani sahih degan. 2183 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitr namozini kechaning hamma qismida, ya'ni avvalidami, o'rtasidami, oxirisidami o'qigan. Keyingi kunlarda sahar vaqtida o'qigan. Muslim 745 hadis. 2184 hadis. Yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotiga yaqin mezgillarda vitr namozini sahar vaqtida o'qigan deb kelgan. Tirmiziy 456 hadis. Albani sahih degan. 2185 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki kechining oxirisida turolmaslikdan qo'rqsa, vitr namozini kechining avvalgi qismida o'qisin. Kimki kechida uyg'onish ishonch qilmasa, vitrni kechining oxirida o'qisin. Haqiqatan kechining oxiridagi namoz farishtalar hozir bo'ladigan namozdir. Shunga bu vaqtdagi namoz afzaldir. Muslim 755 hadis. 2186 hadis. Abdullah ibn Zayd ibn Aslam datsin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deb ta'lim berganligini rivoyat qiladi. Kimki uxlab qolib vitr namozini o'qiy olmay qolsa, tong otganda o'qisin. Tirmiziy 466 hadis. Albani sahih degan. 2187 hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki uxlab qolib yoki unutib qolib vitr namozini o'qiy olmay qolsa, esik kelganda yoki uyg'onganda o'qisin. Tirmiziy 465 hadis. Albani sahih degan. 2188 hadis. Abu Jamra mundaq deydi: Men ayni chog'da Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga daraf ostida bayat qilgan sahobalardan biri bo'lgan Oid ibn Amr radhiyallohu anhudan kechining avvalda o'qigan vitrni buzib tahajjuddan keyin qayta o'qish bo'lamdi deb so'ragan edim. U vitr namozini kechining avvalda o'qigan bo'lsang, kechining oxirida qayta o'qima deb javob berdi. Buxoriy 476 hadis. Ya'ni vitr namozini o'qib bo'lib qilgan odam kechida qolib tahajjud o'qimoqchi bo'lsa, tahajjudni boshlashdan burun bir rakat namoz o'qib, burun o'qigan vitrni jib namozga aylantirib o'tib, tahajjud o'qib bo'lgandan keyin vitrni qayta o'qimdi demoqchi. 2189 hadis. Yuqorqi hadisga Razin munolarni qo'shib rivoyat qilgan. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir kechida 2 qatim vitr o'qilmaydi deganligini anglagan. Razin rivoyat qilgan. 2190 hadis. Nafi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma bilan Mekkada birga turdim. Havo tutib edi. Abdullah radhiyallohu anhu tavsizishdan suzilib qolishdan ansirab bir rakat vitr o'qib oldi. Ondan havo suzildi. Abdullah radhiyallohu anhu taxtdan otmoqligini ko'rdi-da, yana bir rakat o'qib, oldingi bir rakatni yutib qilib o'tib, ondan 2 rakatdan tahajjud namoz o'qidi. Ondan tavsizlik qilishdan ansirab bir rakat vitr o'qidi. Malik 275 hadis. 2191 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vitrni o'qib olgandan keyin 2 rakat namoz o'qiydi. Tirmiziy 471 hadis. Albani sahih degan. 2193 hadis. Nafi radhiyallohu anhu mundaq deydi: Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma vitrning 2 rakati bilan 3-rakat orasida salom berib, qilishga tegishli biror ishi bo'lsa, uni qilib o'tishga buyurdi. Buxoriy 991 hadis. 2194 hadis. Abdullah ibn Dinardan mundaq rivoyat qilindi: Ibn Umar radhiyallohu anhuma namoz shamni kunduzdan vitr namozi deydi. Malik 278 hadis. 2195 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ishni qilishni yaxshi ko'rsami, u ishni boshqalarning agishib qilib, natijada ularga farz bo'lib qolishini ansirab, u ishni qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cho'chqa namozni qat'iy o'qib boqmagan, lekin men o'qiyman. Buxoriy 1128 hadis.
2196-yil. Ayşe radhiyallohu anha bunday dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shashka namozini o'qiganligini ko'rmadim, lekin men o'qiyman. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ishni qilishni yaxshi ko'rsami, u ishni boshqalarning ergishib qilib, natijada ularga farz bo'lib qolishni ansirab, u ishni qilmaydi. Muslim 718-yil. 2197-yil. Abdullah ibn Shaqiq radhiyallohu anhu bunday dedi. Men Ayşe radhiyallohu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli namazını okumuştu diye sorsam, yok okumaydı. Lekin seferden kaçma vakti okuydu diye cevap verdi. Nesai 2184-yil. Albani Sa'id degan. 2198-yil. Muaze Ayşe radhiyallohu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli namazını kaç rekat okuydu diye sordu. Ayşe radhiyallohu anha asasen 4 rekat okuydu. Xalası onundan köp okuydu dedi. Muslim 719-yil. 2200-yil. Abdurrahman ibn Abu Leyla mundaq deydi. Ummani radhiyallohu anhadan boshqa hech kim menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chashka namozini o'qiganligini ko'rganligini aytib boqmadi. Ummani radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilgan kuni bizning uyga kirib 8 rakat namoz o'qidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uningdan yengil namoz o'qiganligini ko'rib boqmadim, lekin ruku va sajdani shundoq davom qilgan edi. Muslim 336-yil. 2201-yil. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday dedi. Mening sirdosh do'stim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga 3 ishni vasiyat qildi. Har oyda 3 kun ro'za tutish, har kuni 2 rakat chashka namoz o'qish va uxlashdan burun vitr namoz o'qish. Muslim 721-yil. 2203-yil. Imom Muslim, Abu Davud va Nasoiylar Abu Darda radhiyallohu anhudan yuqorqasining o'qishini rivoyat qilgan. 2203-yil. Qasim Shaybani bunday dedi. Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu bir qancha kishining chashka namozi o'qiganligini ko'rib bunday dedi. Ular bu namozning hozirdan boshqa vaqtda o'qilishining afzal ekanligini bilmaganda, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday ta'lim bergan. Alloh taologa chin dil bilan itoat qilishdan namozi o'ytoqlarning tuyuqi kun nuridan qizib ketgan vaqtlardir. Muslim 748-yil. 2204-yil. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: har inson o'z badanining her bir öksüge her sərdən birdən sadiq bir vacib buludu. Təsbih subhanallah deyiş, tahmid elhamdülillah deyiş, təhlil la ilahe illallah deyiş və tekbir Allahu ekber deyişinin her biri birdən sadiqıdır. Yaxşışqa buyuruş bir sadiqa, yaman işkin düşmü bir sadiqıdır. 2 rekat çashka namazı oqısh huquqlarının hamısı kifaya qıldı. Muslim 720-ci hadis. 2205-ci hadis. Ali radhiyallohu anhu bunday dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chashka namozini o'qiydi. Ahmad 684-hadis Mavsili. Aysami bu hadisni Imom Ahmad va Abu Ya'la rivoyat qilgan bo'lib, Imom Ahmadning raviylari ishonchlidir degan. 2207-hadis. Uqba ibn Amr Juhani radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Allah bunday dedi. Ey adam balası, bana gününüzün evvelinde 4 rekat namaz kılışkapalık kılsan, ben şu 4 rekat namazın sebebini seni gününün ahırgıça kılışkapalık kılımen. Ahmet 16939-yil. Mevsili. Eysemi bu hadisini İmam Ahmet ve Ebu Ya'la rivayet kılan bulup, ravileri Seyyidis'in ravileridir degan. 2208-yil. İmam Ahmet Ebu Darda bilen Ebu Murra Taifi radhiyallohu anhulardan yuqorqisini o'qishini rivoyat qilgan. 2209-yil. Abu Darda yoki Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh azza va jalladan rivoyat qilib bunday dedi: ey odam bolasi, men uchun kunduzning avvalida 4 rakat namoz o'qisang, men seni shu kunduzning oxirigacha qo'llashga bo'laman. Tirmiziy 475-hadis. Albani Sa'id degan.